Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 15-aprel 2026-yil. Goganing tarvuzi sotilyapti. Toshkentga Korzinkaga ketyapti. Kilosi 45 mingdan uzildi. Tarvuz yaxshi pishgan. Holati juda yaxshi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kezib chiqdim bu keng jahonni, ko'rdim qancha yaxshi yomonni, kezdim qancha cho'l va chamanni. Mening uchun boshqa daryo yo'q, boshqa joyda Qashqadaryo yo'q. Bobo Temur ulg'aygan tuproq, daholari ko'plardan ko'proq, shirin hisdan bosadi titroq. Mening uchun boshqa daryo yo'q, boshqa joyda Qashqadaryo yo'q. Ba'zan xalqi jafolar chekkan, xalq diliga bardoshni ekkan, Xizr bobo qadami tekkan.